Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan hayotingizning eng muhim bosqichlaridan biri pensiya masalasi, aniqrog'i pensiya tizimida yuz bergan juda muhim bir o'zgarish haqida batafsil suhbatlashamiz. Ko'pchiligimizda yoshimiz o'tgan sari kelajakdagi moliyaviy barqarorlik, pensiya yoshiga yetish umuman olganda davlat tomonidan ko'rsatiladigan g'amxo'rlik haqida savollar xavotir bo'lishi tabiiy. Ayniqsa shu kunlarda ko'pchilikni qiziqtirayotgan, hatto ba'zilarni biroz shoshirib qo'ygan yangilik 55 yoshda pensiya chiqish imkoniyati haqidagi yangi qonun qabul qilindi degan xabarlar atrofida juda ko'p munozaralar bo'lmoqda. Shu sababli bugun sizga bu masalaga to'liq oydinlik kiritishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Bu ma'lumot ishonchingiz komil bo'lsin, nafaqat sizning, balki oilangiz va yaqinlaringizning kelajagi uchun ham juda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun iltimos ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zimga e'tibor bering. Agarda ushbu mavzu siz uchun dolzarb bo'lsa, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu bizni yanada foydali kontent yaratishga undaydi. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalroq pensiya tizimimiz qanday ishlaganiga bir nazar tashlaylik. An'anaviy pensiya yoshi ko'pchiligimizga ma'lumki, erkaklar uchun 6 yoki 65 yosh, ayollar uchun esa 25 yoki 6 yosh tashkil etar edi. Bu yoshga yetgan fuqarolar. Agar ularning belgilangan mehnat staji mavjud bo'lsa, davlat pensiya ta'minotidan foydalanish huquqiga ega bo'lardilar. Mehnat staji deganda shaxsning ijtimoiy sug'urta badallari to'langan ish davrlari tushunilar edi. Masalan, ayollar uchun odatda kamida 20 yil, erkaklar uchun esa 25 yil mehnat staji talab qilinardi. Bu qoidalar ko'pchilik uchun barqaror va tushunarli edi. Biroq hayot o'z joyida turmaydi, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlar o'zgarib bormoqda. Shu bois pensiya tizimini zamon talablariga moslashtirish, uni yanada adolatli va samarali qilish zaruriyati tug'ildi. Mana endi eng asosiga kelamiz. Qabul qilingan yangi qonun aynan nimani o'zgartirdi? Shubhasiz, ushbu yangi qonun barcha fuqarolarga 55 yoshda pensiyaga chiqish imkoniyatini beruvchi universal qoida emas. Aksincha, u ma'lum bir toifadagi shaxslar uchun muayyan shartlar bajarilganda imtiyozli pensiyaga chiqish imkoniyatini taqdim etadi. Bu birinchi navbatda o'zining mehnat faoliyati davomida og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlagan, shuningdek yuqori ijtimoiy ahamiyatga ega sohalarda uzoq muddat faoliyat yuritgan fuqarolar uchun katta yengillikdir. Yangi qonun aslida mavjud imtiyozli pensiya mexanizmlarini kengaytirish va ularni yanada aniqlashtirishga qaratilgan. Ya'ni endi ma'lum kasb egalari yoki maxsus sharoitlarda ishlaganlar, agar ular belgilangan staj va boshqa mezonlarga javob bersalar, 55 yoshdan boshlab pensiya olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Bu o'zgarish shuni anglatadiki, pensiya yoshi har bir shaxsning mehnat faoliyati xususiyatlariga qarab individual tarzda baholanishi mumkin bo'ladi. Bu o'zgarishning asosiy g'oyasi bu og'ir mehnat qilgan insonlarga, jamiyatga katta hissa qo'shganlarga ertaroq dam olish imkoniyatini yaratishdir. Asosiy qismga batafsil tahlil, nimani bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerak. Demak, yangi qonun qoidalari sizga shaxsan tegishli bo'lishi mumkinligini tushunish uchun avvalo bu yerda gap qanday shartlar haqida ketayotganini aniq bilib olishimiz shart. Siz 75 yoshda pensiyaga chiqish imkoniyatini ko'rib chiqayotgan bo'lsangiz, quyidagi asosiy mezonlarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. 1. Minimal mehnat staji. Yangi qonun odatda ayollar uchun kamida 25 yil, erkaklar uchun esa 3 yil umumiy mehnat stajini talab qiladi. Bu staj muddati ichida esa muayyan bir qismi, masalan, indik og'ir, zararli yoki yuqori ijtimoiy ahamiyatga ega kasblarda ishlagan bo'lishingiz kerak. Kasbiy faoliyat turi. Asosiy e'tibor kasbiy faoliyatning xususiyatlariga qaratilgan. Bu kasblar ro'yxatiga konchilar, metallurglar, kimyo sanoati ishchilari, temir yo'lchilar, tibbiyot xodimlari, ayrim ixtisosliklar bo'yicha o'qituvchilar, ayniqsa qishloq joylarda va boshqa og'ir sharoitlarda ishlaydigan mutaxassislar kiritilgan bo'lishi mumkin. Hukumat tomonidan tasdiqlangan maxsus ro'yxatlar mavjud bo'lib, ularni pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat idoralarining rasmiy veb saytlaridan topishingiz mumkin. 3. Ijtimoiy sug'urta badallarining to'g'ri to'langani. Bu juda muhim jihat. Sizning ishingiz davomida barcha ijtimoiy sug'urta badallari pensiya jamg'armasiga muntazam va to'liq to'lab borilganligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Faqat rasmiy ravishda
hujjatlashtirilgan va badallar to'langan davrlar mehnat stajiga kiritiladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bu savolga javob berishda shuni aytishim mumkinki, agar siz 55 yoshga yaqinlashgan bo'lsangiz, lekin mehnat daftarchangizdagi yozuvlar tartibsiz bo'lsa, ba'zi ish joylaringizda norasmiy ishlagan bo'lsangiz yoki sizning kasbingiz yuqorida aytib o'tilgan imtiyozli kasblar ro'yxatiga kiritilmagan bo'lsa, sizda biroz xavotirga tushish uchun asos bor. Xavotir deganda bu vaziyatni hal qilish uchun zudlik bilan harakat qilishingiz kerakligini tushunish lozim. Agar sizda staj yetishmayotgan bo'lsa yoki hujjatlaringizda kamchiliklar bo'lsa, imtiyozli pensiya olish huquqingizni tasdiqlashda qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Ba'zilar umr bo'yi og'ir ishda ishlagan bo'lsa ham, afsuski, hujjatlar tartibsizligi tufayli bu imtiyozdan foydalana olmay qolishi mumkin. Shuning uchun hozirdan o'z mehnat faoliyatingizga oid barcha hujjatlarni tartibga solish, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z shaxsiy hisobingizdagi ma'lumotlarni tekshirish bu xavotirni bartaraf etishning eng to'g'ri yo'li. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Agar sizning mehnat stajingiz to'liq va tartibli bo'lsa, kasbingiz imtiyozli ro'yxatga kiritilgan bo'lsa va yoshingiz 55 dan oshgan yoki unga yaqinlashgan bo'lsa, sizga xavotirlanishga hojat yo'q. Sizning vaziyatingiz yaxshi. Faqatgina zarur hujjatlarni to'plash va pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kifoya. Shuningdek, agar siz hali pensiya yoshidan ancha yosh bo'lsangiz va hozircha imtiyozli kasblar bilan shug'ullanmayotgan bo'lsangiz, bu yangi qonun qoidalari sizga hozircha bevosita ta'sir qilmaydi. Siz umumiy pensiya shartlari bo'yicha pensiyaga chiqishni rejalashtirishingiz mumkin. Biroq kelajakda qonunchilik o'zgarishlarini kuzatib borish har doim foydali bo'ladi. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Bir misol, ideal holat. O'qituvchi Maftuna opa 55 yoshda. U qishloq maktabida o'tgan yil davomida matematika o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Uning barcha mehnat staji rasmiy ravishda hujjatlashtirilgan va ijtimoiy sug'urta badallari muntazam to'lab borilgan. Maftuna opaning oylik ish haqi doimiy ravishda o'rtacha 3 million so'm atrofida bo'lgan. Yangi qonunchilikka ko'ra, qishloq joylardagi pedagoglar yuqori ijtimoiy ahamiyatga ega kasblar qatoriga kiradi va ular uchun imtiyozli pensiya shartlari qo'llanilishi mumkin. Maftuna opa bu shartlarga to'liq javob beradi. Yoshi 75, staji 30 yil. Kasbiy imtiyozli ro'yxatda. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, barcha kerakli hujjatlarni taqdim etadi. Pasport, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, uning pensiyasi shu zahotiyoq rasmiylashtiriladi. Uning erta pensiyaga chiqishi uning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir qilmaydi. Chunki u barcha shartlarni to'liq bajargan. Maftuna opaning pensiya miqdori uning ish haqi va stajiga mutanosib ravishda hisoblanadi va taxminan 5-2 million so'm atrofida bo'lishi kutiladi. Ikki misol, chegaraviy holat. Quruvchi Akmal aka 26 yoshda. U umrining ko'p qismini qurilish sohasida o'tkazgan, xususan og'ir mehnat sharoitlarida. Uning jami mehnat staji 28 yilni tashkil etadi. Afsuski, qaysidir korxona 2 yil sasma ishga joylashmay qo'lda ishlagan davri bor. Yangi qonun erkaklar uchun 3 yil stajini talab qiladi. Akmal akada esa 2 yil yetishmayapti. Qurilishdagi ayrim kasblar imtiyozli ro'yxatga kiritilgan bo'lsa-da, uning staji yetishmasligi muammo tug'diradi. Akmal aka pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida unga erta pensiyaga chiqish uchun staj yetishmasligi ma'lum qilinadi. Bunday vaziyatda Akmal aka nima qilishi mumkin? Birinchidan, u yo'qotilgan 2 yil stajni qonuniy yo'l bilan qayta tiklash imkoniyatini izlashi kerak. Masalan, sud orqali yoki o'sha davrdagi ish beruvchidan hujjatlarni talab qilish orqali, agar iloji bo'lsa. Ikkinchidan, agar bu imkonsiz bo'lsa, u yana 2 yil rasmiy ravishda ishlab 30 yillik stajni to'ldirishi yoki belgilangan umumiy pensiya yoshiga yetishni kutish kerak bo'ladi. Bu uning xavotirga tushishi kerak bo'lgan holatga yaqqol misol. Uch misol murakkab holat. Hamshira Gulnora opa 44 yoshda. U 20 yil davomida tuman poliklinikasida hamshira bo'lib ishlagan. Shundan 5 yilni og'ir yuqumli kasalliklar bo'limida o'tkazgan. Keyin 5 yil davomida yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan. Lekin bu davrda ijtimoiy sug'urta badallarini muntazam to'lamagan. Keyingi 3 yil esa nogiron farzandiga qaragan. Yangi qonun hamshiralar uchun imtiyozli pensiya imkoniyatini nazarda tutishi mumkin. Ayniqsa yuqumli kasalliklar bo'limida ishlaganlar uchun. Biroq Gulnora opaning vaziyatida bir nechta murakkabliklar bor. Uning rasmiy staji 20 yil.
Ya'ni talab qilinadigan minimal 25 yildan kam. Tadbirkorlik davridagi badallarning to'lanmagani uning stajiga kirmaydi. Nogiron farzandga qarash davri esa ma'lum shartlar asosida pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Gulnora opaga pensiya jamg'armasi mutaxassisi bilan maslahatlashib, har bir davrni batafsil tahlil qilish tavsiya etiladi. Uning og'ir sharoitlarda ishlagan 5 yillik staji imtiyozli hisoblanishi mumkin. Bu esa pensiya yoshini hisoblashda muhim ahamiyat kasb etadi. Balki unga bir necha yil yetishmayotgan stajini to'ldirish yoki nogiron farzandiga g'amxo'rlik qilish davrlarini rasman tasdiqlash imkoniyati bo'lar. Bu uning pensiya muddatini tezlashtirishi mumkin. Dard misol, muvofiq kelmaydigan holat. Ofis xodimi Jasur aka 55 yoshda. U jami 2 yil bankda ofis xodimi bo'lib ishlagan. Uning ishi jismonan og'ir yoki zararli sharoitlar bilan bog'liq emas. Uning mehnat staji to'liq hujjatlashtirilgan va barcha badallar to'langan. Jasur aka 55 yoshda pensiyaga chiqish imkoniyati borligini eshitib, pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Biroq unga yangi qonun qoidalari uning kasbiga nisbatan qo'llanilmasligi tushuntiriladi. Chunki bankdagi ofis ishi imtiyozli kasblar ro'yxatiga kiritilmagan. Shuningdek, uning mehnat staji erkaklar uchun talab qilingan minimal o'tim yildan kam. Shunday qilib, Jasur aka uchun umumiy pensiya yoshi va shartlari saqlanib qoladi. U erkaklar uchun belgilangan standart pensiya yoshiga yetganda, masalan, 10 yoki 15 yosh va minimal 25 yillik stajga ega bo'lganda pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'ladi. Ushbu misol shuni ko'rsatadiki, yangi qonun universal emas, balki ma'lum toifadagi fuqarolar uchun mo'ljallangan. Asosiy qism 2. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Yangi qonun nafaqat imtiyozlar, balki o'ziga xos istisnolar. E'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va bir qarashda ko'zga tashlanmaydigan nuanslarga ham ega. Ularni bilish sizga to'g'ri qaror qabul qilishda va kutilmagan vaziyatlarga tushmaslikda yordam beradi. Istisnolar. Yangi qonunda erta pensiyaga chiqish imkoniyatini beruvchi bir qator istisnolar va maxsus holatlar mavjud. Bular asosan quyidagilardir. 1. Nogironligi bo'lgan shaxslar. Agar sizda I yoki I guruh nogironligi mavjud bo'lsa, sizning pensiya yoshingiz va stajingizga nisbatan alohida imtiyozlar qo'llaniladi. Bunday hollarda pensiya yoshidan qat'iy nazar belgilangan minimal staj mavjud bo'lganda pensiya tayinlanishi mumkin. Yangi qonun bu toifadagi shaxslarga yengillik berishni yanada kengaytirishni nazarda tutishi mumkin. Keyin nogiron farzandlarning ota-onalari. Nogiron farzandlarga g'amxo'rlik qilgan ota-onalar, ko'pincha onalar uchun pensiya yoshi kamaytirilgan holda belgilanishi mumkin. Bu davrlar pensiya stajiga qo'shilib hisoblanadi. Yangi qonun ushbu toifadagi shaxslarga ham qo'shimcha imtiyozlar berib, pensiyaga chiqish muddatini yanada qisqartirishi mumkin. O'tun, harbiy harakatlar ishtirokchilari va faxriylar, ma'lum harbiy harakatlarda qatnashganlar, xususan O'zbekiston Respublikasi mudofaasida xizmat qilgan yoki halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oilalari uchun ham imtiyozli pensiya shartlari ko'zda tutilgan. Bu shartlar ko'pincha ularning yoshidan qat'iy nazar ma'lum xizmat muddatiga ega bo'lganlar uchun qo'llaniladi. Ekologik falokat hududlarida yashaganlar, masalan, Orolbo'yi mintaqasida yashagan yoki ishlagan fuqarolar uchun ham maxsus pensiya imtiyozlari mavjud bo'lishi mumkin. Bunday hududlardagi og'ir sharoitlar hisobga olinib, pensiya yoshi qisqartirilishi mumkin. Tuzoqlar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar. Bir hujjatlarning to'liqsizligi yoki yo'qligi bu eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Mehnat daftarchangizda yozuvlar bo'lmasa, ish joyidan ma'lumotnomalar topilmasa, ayniqsa ko'p yillar oldin ishlagan joylaringizdagi hujjatlar arxivda saqlanib qolmagan bo'lsa, stajingizni tasdiqlash juda qiyin bo'ladi. Natijada siz barcha shartlarga mos kelsangiz ham pensiyaga chiqishingiz kechiktirilishi yoki umuman rad etilishi mumkin. 2. Norasmiy bandlik davrlari. Agar siz ishlagan davrlarning bir qismi rasmiy ravishda hujjatlashtirilmagan bo'lsa va pensiya jamg'armasiga ijtimoiy sug'urta badallari o'tkazilmagan bo'lsa, bu davrlar pensiya stajiga kiritilmaydi. Bu sizning umumiy stajingizni kamaytiradi va imtiyozli pensiyaga chiqish huquqingizni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. O't hisob kitoblaridagi tushunmovchiliklar, pensiya miqdori va stajni hisoblash murakkab jarayon bo'lib, u ko'plab omillarni ish haqi, ish staji, badallar miqdori hisobga oladi. Ba'zida fuqarolar o'zlarining stajlari yoki pensiya miqdorlari noto'g'ri hisoblangan deb hisoblashlari mumkin. Bunda mustaqil ekspertiza yoki pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan chuqur maslahatlashish talab qilinishi mumkin.
kelajakdagi qonunchilik o'zgarishlari. Bugun qabul qilingan qonun kelajakda o'zgarishi mumkin. Pensiya tizimlari doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Shu sababli pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar doimiy ravishda qonunchilik yangiliklarini kuzatib borishlari zarur. Noaniq nuanslar 1. Turli ta'tillar va davrlar stajiga qanday qo'shiladi? Homiladorlik va tug'ish ta'tillari, bolaga qarash ta'tillari, harbiy xizmat davri, oliy o'quv yurtlarida o'qish davri kabi vaqtlar pensiya stajiga ma'lum shartlar asosida qo'shilishi mumkin. Har bir davrni hisoblashning o'ziga xos qoidalari bor. Masalan, bolaga qarash ta'tilining faqat ma'lum bir qismi stajga kiritilishi mumkin. Buni pensiya jamg'armasidan aniqlashtirish lozim. 2. Ish haqi tarixining pensiya miqdoriga ta'siri. Pensiya miqdori nafaqat stajga, balki sizning ish haqingizga ham bog'liq. Ayniqsa eng ko'p maosh olgan davrlaringiz pensiya hisob kitobida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun o'z ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotnomalarni saqlash juda muhim. 3. Shaxsiy pensiya hisobi. Har bir rasmiy ishlayotgan fuqaroning pensiya jamg'armasida shaxsiy hisobi mavjud. Bu hisobda sizning mehnat stajingiz, to'langan ijtimoiy sug'urta badallaringiz va ish haqingiz haqidagi ma'lumotlar aks etadi. Bu ma'lumotlarni muntazam ravishda tekshirib turish, xatoliklar yoki nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, ularni o'z vaqtida bartaraf etish muhimdir. Buni pensiya jamg'armasining onlayn portali orqali amalga oshirishingiz mumkin. 4. Imtiyozli pensiya va nogironlik pensiyasi farqi. Imtiyozli pensiya belgilangan mehnat staji va kasbiy faoliyat xususiyatlari uchun tayinlansa, nogironlik pensiyasi tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tomonidan tasdiqlangan sog'liq holati sababli tayinlanadi. Bu ikkalasi turli xil asoslarga ega bo'lgan pensiya turlari ekanligini anglash muhimdir. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi esa barcha nazariy ma'lumotlardan keyin eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy harakatlar rejasi. Siz yangi qonun doirasida 15 yoshda pensiyaga chiqish imkoniyatini ko'rib chiqayotgan bo'lsangiz, quyidagi qadamlarni bosqichma-bosqich bajarishingiz kerak bo'ladi. 1. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Birinchi va eng muhim qadam bu sizning mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlarni diqqat bilan ko'rib chiqishdir. Undagi har bir ish joyi, qabul qilish va bo'shatish sanalari, lavozimlar to'liq va aniq yozilganligiga ishonch hosil qiling. Barcha muhrlar va imzolar o'z joyida bo'lishi shart. Agar qaysidir davrda yozuvlar bo'lmasa yoki ular noto'g'ri bo'lsa, buni zudlik bilan hal qilishga kirishing. 2. Ish beruvchingizning kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Agar mehnat daftarchangizda kamchiliklar mavjud bo'lsa, masalan, yozuvlar yo'qolgan bo'lsa yoki ma'lumotnomalar kerak bo'lsa, avvalgi ish joylaringizning kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Ular sizga ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, ish haqqi to'g'risidagi hujjatlar yoki arxivdan nusxalarni taqdim etishlari shart. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxivga topshirilgan hujjatlari haqida ma'lumot olish uchun viloyat yoki shahar arxiv idoralariga murojaat qiling. 3. Shaxsiy pensiya hisobingizni tekshiring. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti yoki davlat xizmatlari markazlari orqali o'zingizning shaxsiy pensiya hisobingizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Bu sizning barcha rasmiy mehnat stajingiz va to'langan badallaringiz haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bu ma'lumotlar mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar bilan to'liq mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar tafovutlar bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlari bilan bog'laning. 4. Pensiya jamg'armasi mutaxassisi bilan maslahatlashing. Yuqoridagi ishlarni bajarganingizdan so'ng, o'z hududingizdagi pensiya jamg'armasining filialiga shaxsan murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqib, sizning shaxsingiz uchun yangi qonun qoidalari qanchalik tatbiq etilishi mumkinligini, qanday imtiyozlarga ega ekanligingizni va pensiya tayinlash uchun qanday qo'shimcha hujjatlar talab qilinishini batafsil tushuntirib berishadi. Bu maslahat sizga keyingi harakatlaringizni rejalashtirishda juda katta yordam beradi. 5. Barcha zarur hujjatlarni to'plang. Pensiya tayinlash uchun quyidagi asosiy hujjatlar to'plami talab qilinadi. Pasport, asli nusxasi va nusxasi. Mehnat daftarchasi, asli nusxasi va nusxasi barcha yozuvlar bilan. Oxirgi ish joyidan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, oxirgi 10 yildagi ish haqi eng ko'p bo'lgan 5 yillik davr uchun yoki pensiya jamg'armasi ma'lumotlaridan foydalaniladi. Nikoh guvohnomasi agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa. Bolalarning tug'ilish guvohnomalari ayollar uchun, ayniqsa ko'p bolali onalar yoki nogiron farzandi borlar uchun. Oliy o'quv yurtini tugatganlik to'g'risidagi diplom
Agar o'qish davri stajga kiritilishi lozim bo'lsa, harbiy guvohnoma erkaklar uchun, nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, og'ir va zararli mehnat sharoitlarini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar agar sizning kasbingiz shunday bo'lsa, bu ma'lumotnomalarni avvalgi ish joyingizdan olishingiz kerak bo'ladi. 6. Ariza shaklini to'g'ri to'ldiring. Pensiya tayinlash uchun belgilangan ariza shaklini e'tibor bilan va barcha kerakli ma'lumotlarni to'g'ri kiritgan holda to'ldiring. Har qanday xato yoki noaniqlik hujjatlarni qayta topshirishga yoki pensiya tayinlanishini kechiktirishga olib kelishi mumkin. 7. Hujjatlarni topshiring. Barcha to'plangan hujjatlar va to'ldirilgan arizani pensiya jamg'armasiga shaxsan topshiring. Hujjatlarning qabul qilinganligi haqidagi ro'yxat yoki kvitansiyani olishni unutmang. Bu sizning qo'lingizda isbot bo'ladi. Murojaatingizni kuzatib boring. Hujjatlarni topshirgandan so'ng pensiya jamg'armasi belgilangan muddat ichida sizning arizangizni ko'rib chiqadi. Bu jarayon bir necha hafta yoki oydan iborat bo'lishi mumkin. Murojaatingiz holatini tekshirish uchun belgilangan muddatdan so'ng yana bog'lanib turing. 9. Kerak bo'lsa apellyatsiya qiling. Agar sizning arizangiz rad etilsa va siz bunga rozi bo'lmasangiz, sizda pensiya jamg'armasi qarorini yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilish huquqi mavjud. Bunday vaziyatda huquqshunos maslahatiga murojaat qilish foydali bo'ladi. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugun biz siz bilan pensiya tizimidagi juda muhim o'zgarish 55 yoshda pensiyaga chiqish imkoniyati haqidagi yangi qonunni batafsil muhokama qildik. Esingizda bo'lsin, bu universal qoida emas, balki ma'lum bir toifadagi fuqarolar uchun jiddiy imtiyozlarni taqdim etuvchi muhim mexanizmdir. Agar siz mehnat faoliyatingizda og'ir yoki ijtimoiy ahamiyatga ega ishlarda ishlagan bo'lsangiz, yoki sizning stajingiz va kasbingiz mos kelsa, bu siz uchun erta pensiyaga chiqish uchun real imkoniyat bo'lishi mumkin. Eng asosiysi bu harakat qilish. O'z hujjatlaringizni tartibga solish va pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish. Qanchalik erta harakat qilsangiz, kelajakdagi pensiya ta'minotingizni shunchalik ishonchli tarzda ta'minlay olasiz. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali va tushunarli bo'ldi. Agar sizda ushbu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar tug'ilgan bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bizning jamoamiz siz uchun har doim eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni yetkazishga tayyor. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.